Osmonlarning eshigin ochib Parvardigor rahmatin sochib mo'min dillar mehrini quchib xush kelding xush qadam Ramazon muslimlarga bayram Ramazon Suyugimdan lütfu imkanı sabring ila unar imanı chiroyligi go'zal mehmonim tashrifingdan quvonmoqda jon islomimning ko'rki Ramazon Ramazon, Ramazon, bayram Ramazon Ramazon, Ramazon, bayram Ramazon Ramazon, Ramazon, bayram Ramazon Xush kelding xush kalom Ramazon Osmonlarning eshigin ochib Parvardigor rahmatin sochib mo'min dillar mehrini quchib xush kelding xush qadam Ramazon muslimlarga bayram Ramazon Ramazon muborak bo'lsin azizlar. Yana qarshingizda bizlar uchun jamoasi va yana bir bor takroran barchangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan muborakbod etamiz. So'zimizni avvalini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bilan boshlashlikni lozim deb topdik. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilingan hadislarida Rasululloh shunday dedilar: Jahannam olovidan o'zingizni saqlang, yarimta xurmo sadaqa qilib berib bo'lsa ham. Nuriddin aka, agar bizni yarimta xurmo jahannamdan shunchalik uzoqlashtirar ekan, qarang, shunchalik infoqlar va ehsonlar bizni inshaalloh qanchalik uzoqlashtiradi. Kimki bir insonni mushkulini yengil qilsa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratda mushkulni yengil qiladi. Inshaalloh. Inson qilgan ehsoni bu dunyoda ham, oxiratda ham unga soya bo'lib turadi. Sadaqa hech qachon insonni molini kamaytirmaydi. Aksincha, uni ko'paytiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazonga kelganda bo'lib ham aytadilarki, ihson qilishligi hattoki shamol kabi bo'lar deydi. Ramazonning fazilatlarini sanasak juda ham ko'p. Albatta bularning eng ilg'ori payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan namuna oladigan joyimiz u zot Ramazonda ihson qilishliklarida juda ham keng fe'llik bo'lar edi. Maşallah. Va buni sabablari juda ham ko'p. Chunki bu oyda bir donagina qilgan yaxshiligingiz Allohning izni ila 700 barobargacha ko'paytiriladi inshaalloh. Hozir bir oilada qancha bir ehtiyoj bo'lishi mumkin. Bu yerdagi olingan narsalar ana shu oilani butun ehtiyojlarini qondira oladimi inshaalloh? Aka, o'zi odatan bunaqa tadbirlar juda ko'p qilamiz. Boshqa fasl, boshqa oylarda ham, lekin bu Ramazon deganisi bizga ilhom beradi va bizni yanada xursand qiladi. Nima uchun? Video chiqqan kundan atiga bir kun o'tdi. 11-kuni videoda oldik, 12 kun chiqardik, bugun 13-mart va tadbirni boshlanishi bizga kelib tushgan pullardan tashqari, mablag'lardan, ehsonlardan tashqari bir qanchalagan oziq-ovqat mahsulotlari. Bu yerda e'tibor bersangiz, aka, go'shtlarimiz bor. Bizlar uchun jamoasi bilasiz, yilda qurbonlikdan boshlab to yil davomida go'shtlarni saqlab, ehtiyotlab, yil taqsimlab kelamiz. Va bugun ham e'lon berganimizdan boshlab shunchalagan guruchlarni olib kelib berganlar, oziq-ovqatlar, hatto quruq choyga davr biz yetkazishdi. Bu albatta xursandchilik ustiga xursandchilik. Qarshilarda mana videoda aytdik, eng kam bir haftalik. Mana qisqa qilib tushuntiramiz. Videoga tushunarlik va berganlar ham o'zlari xursand bo'lishligi uchun un, yog', maishiy uydagi, ya'ni sovun, ayna deysizmi? Maşallah. Ishlatuvchi narsalarni ham qo'shdik e'tiborga olib
guruch bu yerda 5 kilodan bolalar taqsimlashdi. Shirinliklar, shakar, makaron. Endi bu yerdagi aka narsalar rostdan odamni xursand qilib qo'ymasdan balki yana ham ilhomlantiradi. Bir taom tayyorlanishligi uchun, boshidan oxirigacha va undan keyin shirinligi yoki bo'lmasam ertaman saharligiga, iftorligiga taalluqli har bir mahsulot bor ekan inshaalloh. Inshaalloh bor aka, ziyodasi bilan bor. Ziyodasi. Bu xursand qilmasdan qo'ymaydi. Va yana bunaqa tadbirda Ramazonni qilayotganligimizdan yana ham xursandmiz. Va yana ta'kidlab o'tib ketamiz, birodarlar, bu bilan to'xtab qolishligimiz yo'q. Hozir jamoamiz bilan taqsimlab o'tirib maslahat qildikki, bu inshaalloh bu Ramazondagi tadbirlarimizning eng avvalgilaridan, oxirgilaridan emas. Inshaalloh. Shu uchun aka yana birodarlar targ'ib ketsak, Ehson bu insonni qalbini nurafshon qiladi. Oila xonadoniga esa barakot yog'diradi. Xalq va jamiyatga esa mehr, muruvvat ulashadi. Azizlar, nafaqat biz bugun mana shunday ba'zi mahsulotlarni biz shunday bir yo'l tutdikki, inshaalloh mehr, muruvvat ulashlik yo'li. Albatta azizlar, buni majoziy ma'noda aytishimiz kerak. Sizni bugun berayotgan 5 so'mdir, 10 so'mdir, 50 so'mdir, 100 so'mdir, balki undan ham ko'pdir. Himmatimizni Alloh taolo baland qilsin. amin. Har biri Allohning izni ila, barokat ila, fayz ila, muruvvat ila mana shunday xonadonlarga, qiynalgan xonadonlarga boradi. Ularning ojizgina duolari, ojizgina kechasi qo'l ko'tarib qilgan duolari sizning va bizning mushkulimizni osonlashtiradi inshaalloh. Inshaalloh. Har birimiz ham mana shu umiddamiz azizlar. Bugun qo'lingizdan, cho'ntagingizdan chiqayotgan har bir summa Allohning izni ila 700 barobargacha va undan ham ko'p bo'lib sizning molingizga baraka bergan bo'lsin Alloh taolo. Birodarlar, eslatma qatori bugun 50 ta xonadonga oziq-ovqatlarni tayyorlab taqsimlaganmiz. Inshaalloh siz va biz bilan birgalikda. Bu biz yolg'iz bo'lmaymiz. Albatta. Allohning izni va yordami va sizlarning ko'magingiz bilan. Shu uchun birodarlar, bizga ehson qilgan, mablag' jo'natgan, oziq-ovqat yetkazganlarda Alloh taolo gunohlariga kafforat qilsin va bu ulug' oyda turar ekanmiz. Shu ulug' oydan manfaatli va foydalanib chiqishlikka barchamizga nasib qilgan bo'lsin va bizni shunaqa qo'llab-quvvatlab kelayotganlarga yana saxovatlarni Alloh taolo oshirsin va Inshaalloh. ko'paytirsin. Shu fursatdan foydalanib aytamizki, Ramazon kelganda o'zi bizni xalqimiz ham saxovat deyshadi. Albatta aka. O'zini yaqinlarini, kam ta'minlangan, qiynalgan oilalarni o'zlari xabar olishni yaxshi ko'radi. Va mana shunday amallarni jonlantirayotganlar uchun ham takroran tashakkurlarimizni va shukronalarimizni aytamiz. Alloh taolo har birimizni himmatimizni baland qilsin. Amin. Haqiqatdan ko'chada u yerda bu yerda ko'rib qolamiz, qaysidir qiynalgan oilaning adresini bering, men bir xabar olib qo'yishim kerak deganlarni ko'ramiz. Lekin kimlardir bugun ishlardan, mushkullardan o'zlarini bo'shatgan vaqtlari yo'q. Bitta telefon bilan ham hal bo'ladi bu ishlar. Sizning yetarki niyatingiz muhim. Ixlos bilan niyat qiling, yaxshilik qiling, maqsad qiling. Mana shu Ramazon oyida gunohlarimizdan kechirilgan holatda Allohning nazdida eng yuqori baland cho'qqilarga darajalarimizni ko'targan holatda chiqishlikni har birimizga nasib qilgan bo'lsin. Takroran bizlar uchun Xayriya fondi bilan birgalikda barobar mana shu O'zgan shahrimizda, xalqimizda mehr, muruvvat ulashaylik inshaalloh azizlar. Inshaalloh bugun bir qancha xonadonlar, 50 dan oshiq xonadonlar xursand bo'ladi. Mana shu xursandchilik ostidan bir duo qilaylik aka. Bismillah deb ishimizni boshlasak. Amin. Ya Robbil alamin. Alloh ulug' kunlaringda turibmiz. Mana shu kunlarda barakatdan barchamizga nasib qilgin. Mana shu ehsonga sababchi bo'lgan birodarlarga ham Alloh umriga, rizqiga barakat berib, qiyomat kuni boshlariga soyabon qilgin. Bizlarning qilayotgan xizmatlarimizni ham Alloh o'zining dargohida qabul qilgin. Barchalarimizni zurriyotlarimizdan ham iymonli, taqvoli insonlar chiqishlikka barchamizga nasib qilgin. Amin. Allohu akbar. Osmonlarning eshigin ochib, Parvardigor rahmatin sochib, mo'min dillar mehrini quchib, xush kelding xush qadam Ramazon, muslimlarga bayram Ramazon. Suyugimdan lutfu imkonim, sabring ila unar imonim, chiroyligim go'zal mehmonim, tashrifingdan quvonmoqda jon, islomimning ko'rki Ramazon.
Ramazon, bayram Ramazon, 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 bayram Ramazon, xush kelding xush kalom Ramazon. Onalarni to'ldirib qo'ysin. Osmonlarning eshigin ochib